1xbetning rasmiy ro'yxatdan o'tish sahifasiga kiring va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. So'ngra telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tish usulini tanlang. Telefon raqamingizni xalqaro formatda kiriting va hisobingiz uchun kuchli parol yarating. Parol kamida harflar va raqamlardan iborat bo'lishi tavsiya etiladi. Keyingi bosqichda promo kodi maydoniga 1xbet Pro promo kodini kiriting. Agar ushbu promo koddan foydalanmoqchi bo'lsangiz, uni aynan ro'yxatdan o'tish vaqtida yozishingiz kerak. Shundan so'ng barcha ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqing va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Telefon raqamingizga yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuboriladi. Kodni kiritganingizdan so'ng hisobingiz faol holatga o'tadi. Agar platforma shaxsni tasdiqlashni so'rasa, pasport yoki ID kartangizdagi haqiqiy ma'lumotlarni kiriting. Bu hisobingiz xavfsizligini ta'minlaydi va keyinchalik mablag' yechib olish jarayonini osonlashtiradi. Ro'yxatdan o'tish yakunlangach, profilingizni to'liq to'ldirish tavsiya etiladi. Bu hisob bilan bog'liq xizmatlardan foydalanishda qulaylik yaratadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini yoqishni unutmang. Izohlarda o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirishingiz mumkin. Imkon qadar barchasiga javob berishga harakat qilaman. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Diqqat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan.